oshqozonimni kestirgan kunimdan boshlab itni azobini tortganman. O'sha kuni narkozdan chiqdim, og'riqdan dod soldim. Doktor gapiga ishondim. O'tib ketadi vaqtincha, o'tib ketadi vaqtincha. 1 yil, 1,5 yilgacha doktor gapiga ishondim. O'tib ketadi deb, ha yaxshi bo'lib ketadi deb. Mana 3 yildan ham oshibdiki, battar bo'lsa bo'lyapti, yaxshi emas. Mana shu yutinganimda jo turbamdan tushadi-ku, hammasini sezib turaman. Shunaqa buralaman pastga tushmagunicha. Yana kamiga semirganimga necha? Oshqozon kengaymagan. Jichcha ovqat yeyman. Agar to'g'ri ushlamasam, dieta qilmasam, pompillab semirib ketaman. 10 kilo semirdim-ku 2 oy deganda. O'shaning uchun o'ylab ish qilinglar deyman. Yana kamiga kesganimdan keyin voy dieta shu narsalarni men butun oshqozonimga qilsam bo'lmasmidi? Hozir masalan niskiy gemoglobinda, niskiy immunitet yurmasdim. Bulyon, aktimelni ko'rsam qisib yuboradigan darajaga keldim. Bulyon, kompot, aktimel. Bulyon, kompot, aktimel, kasha. Voy